uzoq turadi. Aytdilarki, o'tdan saqlaninglar, agarchi yarimta xurmo berib bo'lsa ham dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan kishilar, bu kishiga ergashib yurgan kishilardan Makka mushriklari savdolarni to'xtatishgan edi. Mahallalardan haydashgan edi. Biror bir kishini turmush qilib nikohlanishlikdan ham man qilishgan edi, bular bilan nikohlanmasin deb. Maqsad shularning tang bir doirada qo'yishlik edi. Bularga ergashgan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablariga ergashgan kishilarga savdo aloqasi qilishlik bo'lmagandan keyin tanglik bir holatlari vujudga kelgan edi, ma'lum bir miqdor. Aloqalar to'xtagan edi. Shularning hurmat qiladigan kishilarni hammalarini ajratib tashlangan edi. Shunda aytdilarki, o'tdan saqlaninglar, yarimta xurmo bo'lib bo'lsa ham dedilar. Ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga muhtoj bo'lib qolishgan edilar. Ana yarimta xurmo berib bo'lsa ham Allohning o'tidan saqlaninglar dedilar. Ana bu davrlar hammasi o'tib ketdi. Ashab-ı kiromlar hatto shunday davrlarni xilofat davrlarida o'tkazishdilarki, ehson qilmoqchi bo'lsalar joylarini topolmaydigan bo'lib qolishdilar. Shunday badavlat o'zimiz o'rganib bilgan narsalarimizni boshqa kishilarga o'rgatishlikka, do'zaxdan mana bu narsa bilan biz hozir saqlanishligimiz kerak bo'ladigan davr keldi, birodarlar. Hozir ba'zi nonga, oshga biron muhtoj emas. Mabodo bir joyga boriladigan bo'lsa, muruvvat nuqtai nazardan boriladi. Shuning uchun diniy ta'lim berib, shu narsa bilan biz o'tdan saqlanishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Alloh taolo Allohning ko'rsatmalariga, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga amal qilish. والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة. Bu hadis sharifdan biz o'zimizni hayotimizdagi ko'p rahmatlardan mahrum bo'lishligimizni sirlarini ham tushunib olsak kerak deb bilaman. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Jibril alayhissalom bir soatda kelishlikni va'da qildilar. Shu soat bo'ldi-yu, kelmadilar. Oysha radhiyallohu anha onamiz aytadilarki, qo'llarida bir aso bor edi. Shuni qo'llaridan uloqtirib tashlab yubordilarki va shu so'zni aytdilar: Alloh va'dasiga xilof qilmaydi.
Allohning payg'ambarlari ham xilof qilmaydi, ya'ni elchilari deb Jibril alayhissalom Allohning elchisi edi u kishi. Payg'ambarlar o'rtasida vositachi bo'lib turgan elchi edilar. Albatta Alloh ham elchilari ham va'dasiga xilof qilmaydi, bir sabab bo'lsa kerak deb kutib turdilar. Keyin qaradilar, o'tirgan sarir bir o'tirishlik uchun hozirlangan narsa, hozir biz buni so'ri deymiz, buni shakli qanday bo'lishligidan qat'iy nazar. Shunday o'tiradigan so'riga o'xshash narsani ostida bir itni bolasini ko'rdilar. Aytdilarki, bu it qachon kirgan dedilar. Oysha onamiz aytadilarki, men buni bilganim yo'q dedim dedilar. Buyurildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan, bu itni olib chiqarib yuborildi. Shundan keyin Jibril alayhissalom keldilar. Kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga aytdilarki, menga va'da qildingiz, men sizni kutib turdim, aytilgan soatda kelmadingiz deb Jibril alayhissalomga savol qilganlarida, meni sizni uyingizga kirgan it kirishlikdan to'sib qo'ydi dedilar. Biz maloikalar dedilar, rahmat farishtalari uyda it bo'lsa va jonlik narsalarning surati bo'lgan joyga kirmaymiz dedilar. Biz birodarlar, Alloh subhanahu va taoloning tarafidan bo'lgan rahmatni kechasi-yu kunduzi duo qilib rahmatga sabab bo'ladigan narsalarni biz qilmoqligimiz kerak. Uning aksini qilib, pul sarf qilib rahmatni kelmasligiga harakat qilishlik bu gumrohlik birodarlar. Lekin shundan bir savol tug'iladiki, mutlaq itdan foydalanish mumkin emasmi degan savol tug'iladi. Bu savolga mana bu hadis sharif javob bo'ladi mana. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان kim itni boqib, ya'ni o'zini shuni kasb qilib, shundan bir qandaydir itni o'ziga uydagi bir kerakli narsalarga o'xshagan narsa qilib olsa dedilar. Lekin ikkita itni istisno qilyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ovchi bo'lsa, ov itlari bundan mustasno. Bundan foydalanishlik nihoyatda yaxshi. Moshiya, qo'y mollari bo'lgan kishi, ya'ni podachilarning iti bundan mustasno. Bundan foydalanishligi yaxshi bo'ladi. Bu ikkala itdan boshqa it, xususan itvozlik uchun, har xil it o'yinlari urishtirishlik uchun bunday qilganlarni yomonligida shak shubha yo'q endi. Buni ajridan, mabodo bir ajr ish qilayotgan odam bo'lsa-da, uning ajridan har kuni 2 ulush kamaytirib turiladi dedi. Odatda bunaqa itvozagan odamlarni o'zi kamaytiriladigan ajri ham bo'lmaydi o'zi. Shuning uchun vallohu alam ularning gunohlariga qo'shilib turilsa kerak. Shuning uchun islom olamida birorta bir masjidda boshqa o'rinlarni qo'riqlashlik uchun har xil millatlar o'zining eng kerakli joylaridan itdan foydalanishgan. Islom olamida masjidlarni qo'riqlashlik uchun yo shunday narsa bo'lishlik uchun itdan foydalanilgan emas. Birinchidan, islom hukm yurgan o'rinlarda islomni tushungan musulmonlar